Assalomu alaykum. Anglayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008 yil 4-oyda ikkinchi qatim nashr qilingan yozuvchi Abdulla Talibning biografiyalik romani Qaynam o'rkishi. Ikkinchi bob. Bek surgan talant. Birinchi. Yillarning o'tishi bilan Lotun xilala bo'y tortib qoldi. Uning bir jup nurona ko'zidan bir xil ishonch, g'urur va aql idrokning chirig'i parlab turardi. Onun urg'ub turadigan tashna qalbini darvaqa amdi bu kichikkina yurt qondirolmaydi. U umidvorlik bilan egiz pallaga ko'tarilishni orzu havas qiladi. Uning xiyol qushi ma'rifat arshida qanot qaqib parvoz qiladi. Oxiri uning qadrdan ota-onasi uni G'uljidagi urug' tuqqanlarining uyida turg'izib o'qitmoqchi bo'ldi. 8-oyning illiq shamli atrofga xushburoq chechib turgan bir kuni Peshin mahallada Kirakesh Yasin Taran 3 atliq harvasini haydab kelib, Yezim mo'lining ishki oldida to'xtadi. Oqshomdan buyon ahli mahalla urug' tuqqan do'st yoronlari bilan vidolashib, harvaning kelishini taqozo bo'lib kutib turgan Lotun uzun bog'liq kitob so'mkasini ko'tarib, chabdaslik bilan harvaga sakrab chiqdi va kulimsirgan qiyofatda ota-onasiga, do'st og'inlariga bir-birlab qarab turadi. Kishilar to'pi harva atrofini qo'rshilishgan edi. Mana bu albom, dedi uzatquchilar to'pi ichidagi rasm o'qituvchisi. Qo'lidagi bir dona qora muqobillik albomni Lotunga sunib turib, "Bu sana mendan yodikor. Ana maktubingni hargiz dilandan chiqarib qo'yma. Rahmat muallim", dedi Lotun ikki qo'lini tangla so'zib, muallimning qo'lidan albomni ilib, "Dilimga ilm solgan ustozlarimni yuragimdan chiqarmayman. Yurak parisidan ayrilishga ko'zi qiymay, ko'ngli yerim bo'lib turayotgan Malikxon hadining ko'zidan yosh munchoqlari to'kilib, o'zini besololmay qolgan edi. Hizim molla qo'shish, "Xayr xo'sh bolam, Xudoga omonat", dedi. "Yo'l bo'lsin Lotun, Lotun, xayr xo'sh." Hizim molla bilan Malikxon xo'shishish so'zi qilishi bilan tang Lotunning bir dematlik do'stlari qo'llarini pulanglatib xo'shlashdi. Yasin Taran Vangchung sadolari ichida harvasini haydab mandi. Taki do'qmushdan aylanib o'tib ketguncha uzatquchilar to'pi harvadan ko'zlarini uzmay qarshib qilishdi. Lotunning og'inlari harva bilan tang degudak minib, mahallaning chetigacha yugurishib bordi. Nahiya bozorining oyog'iga chiqqandan keyin G'uljiga boradigan boshqa ikki kishimi harvaga chiqishib oldi. Lotun Qosh daryosiga yondash harva yo'lda ketib o'tib, pat-patla orqasiga qaraydi. Bargancha yiroqda qilayotgan uyini, ota-onasini, el og'inlarini ko'z oldidan o'tkazatdi. Uning ko'z oldidan o'tdek qizg'in balaliq chog'lari xuddi kino linsidek bir-birlab o'tib turardi. Lekin uning qalbidagi jo'shqin istak boshqa hamma xiyolni besib tushatdi. Uzun o'tmay nahiya bozorining uy imoratlari, dal taraflari ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bepoyon edirliq yo'lda otlar tekshi ketyotdi. Naqsha aytmasa ichi pushib turolmay qoladigan Yasin Taran avval Sadir palvon naqshlarini, orqadan ili xalq naqshlarini aytib, Edir dalini chang keltiribdi. Naqsha boshlanishi bilan xiyoli bo'lingan Lotun birdilla zo'qlanib harvikashga qo'shilib naqsha aytishga boshladi. "Japani kim to'la cheksa go'harni shu olur toshdan, go'harni olg'ucha toshdan ne ishlar o'tar boshdan. Davonga kelib qoldik", dedi harvikash. "Xafa bo'lmaysizlar. Tosh davon xatarlikroq. Harvadan birdam tushilib mansanglar." Lotun harvikashning og'zidan gap chiqib bo'lguncha harvadan sakrab tushdi-da, davonning ustiga qarab piyoda yugurdi. Qolgan ikki yo'lovchimi harvadan tushib piyoda mangdi. Harva davondan eshib tuzlan bexatar yo'lga chiqqanda allaqachon gugum tushib ketgan edi. Lotun jimjitlikni buzib Yasin Taranga, "Yasin aka, sizni nimishqa kishilar Taran deyishidi?" deb qiziq bir savol qo'ydi. Harvikash Lotunning savolini anglab kulib ketdi va uningga mehrlik nazar silib turib, "Qara, sening kichik turib, chin yerdan tushganingni aqling joyida ekan shakchik", dedi. Lotunning savoli Harvikashning xiyol kaptarini birdinla yiroq tarix sohillariga uchirib ketdi. O'zining va ota-bobolarining qonliq tarixi bilan aloqador bo'lgan bu laqamni hozir u qayta esiga olganda beshidagi Sadir palvon nusxasida cho'risi pukma tikilgan oppoq taranchi qalbini qo'liga oldida mag'rurlangan va hayajonlangan holda so'zlashga boshladi.
Taranchi so'zi uzun tarix bilan mahkam bog'langan. Uningda qonliq tarixning tamg'isi besiqliq. Munbat ili zeminini talashgan qonxo'r hukmdorlar yerlik dehqonlarni qirib tashlagandan keyin yana ularni to'yg'izishga yer terg'uchi kerak bo'lib 100 minglagan dehqonlarni 6 shahardan muzdavan orqali haydab kelib bu yerda dehqonchilik qildirgan. Men ana shu yer terg'uvchilar taranchilarning pushti. Senmo shu taranchi deganlarning urug' avlodi. Hükümdarlar kishilarni qul qilishni biladi. Ularning qo'rsqini biz to'yg'izib kelgan. Zulm kulfatning xilmxil alam sarguzashtlarini beshdan ko'p kechirgan. Eli daryo vodisining hammala yerini kezib yurgan Yasin Taran xalq tarixining haqiqiy guvohisi edi. Uning naqshisi, uning dard alam bilan to'lgan hikoyasi Lotunni shunchalik jalb qilib oldiki, Lotun taki cho'ng o'tang Çulunqayga barg'uchilik uxlamay anglab mandi. Yasin Taran oxirida "Men mushu laqamni bek yaxshi ko'raman. U mening asli vaslimning yodnomasi" dedi. Lotunga bu so'z cho'nqur ta'sir qildi. Mo'misimi uningga cho'ng bovisining uchturpan qo'zg'olonchilaridan ekanligini hikoya qilib bergan. Tog' bulbuli Yasin Taran go'ida naqsha aytib, go'ida aralab tarixiy hikoyalarni so'zlab ma'atdi. Harvikash yanchuqini ko'chalab bir oram ko'k tamaki elib, uni aldirmay orab tutashtirdi va tamakini sho'rab tugatib bo'lg'icha lam jim demay mandi. Egizdan pastga qarab ilgirlayotgan otlar ozoda takshi ketib boradi. Tamakisini chekib bo'lgandan keyin Harvikash yana so'z boshladi. Tog'liqlarning el aralagan sinchi, to'qay aralagan uychi degan maqol bor. Yosh navqiron chig'inda yurt arlasang ko'zing ichiladi. Men ilixoda oyoq bosmagan yer qolmadi. Kichik chig'imda yashanganlar ili olam desa taktini tushunmaydim. Cho'ng bo'lib hammin aralab ko'rganimdan keyin andin cho'nglarning so'zining rostligini bildim. Lotun darhol o'ltirgan o'rnidan qo'zg'alib, Harvikashning beqiniga yaqin chaqishib o'ltirdi-da, uning so'ziga zan silishga boshladi. Bizning bu yurtni, dedi Yasin Taran faxrlanib. Ili olam desa qilchim ortiq ketmaydi. Yasin Taran so'zini qiziq boshlayotgan chog'da Idirliqdan chorva mol podalari yo'lni kesib o'tishga boshladi. Harva chorvalarning jiqqidan ilgirlayolmay, ezidila to'xtab qoldi. Chorva mallar xili bir kamda aran o'tib bo'ldi. Voy, nima degan ko'p? Lotun harva ustidan sakrab tushib, yo'lning g'arbiy chetidagi bir egizlik ustiga chiqdi. U yo'lni to'g'ri kesib o'tayotgan mallarning sonini elib ko'rmoqchi bo'lsa kerak, lekin osmondagi yulduzning sonini bilish qiyin bo'lganidek, hozir yo'lni to'g'ri kesib o'tayotgan bu chorvalarning sonini elishning mumkin emasligiga ko'zi yetdi. U egizlikda parad qabul qilayotgan komandordek ikki qo'lni orqasiga garalashtirib, simiz yilqilarga, kala podalarga, hisobsiz qo'zichoqlarga nazar silib, ularning kishinashlari, mo'rashlari, ma'rashlarini tinglab, ko'ngli so'yinib hayajonlanadi. Shapchik Yasin Taranning qichqirishi Lotunning diqqatini bo'libdi. U chaqqanlik bilan egizlikdan yugurib tushib, harvaga chiqdi. Mallar o'tib bo'lib yo'l ichilg'achqa, harva g'ulji tomon yana yo'lga tushdi. Yasin Taran bir ozdan keyin Lotunga qarab, "Sanab ko'rdingmi, qancha ekan?" dedi. "Yulduzdek mig' tursa", dedi Lotun. "Qandaqmi sanab bo'lg'il bo'lsin? Rost deding, ularning sonini o'z egilarimi bilmaydi. Eli olam degan mana shu. Kichik chog'larimda g'ulji bozorga setish uchun atrofdan haydab kelgan mallarning ko'pligidan bozor ko'chalari etilib qoladi. Tashlabga gir bozorida dövlünüp ketgan ochliqning to'lliqidan va arzonligidan hayron bo'lardim. Eli daryosining atrofidagi qarachilan to'pliq munbat yer, shovqinliq Qosh daryosi, Kunas va Tekes daryolarining suvlari ilg'a tangdish yo'q boylik va bayashatlik yaratib bergan. Qatar-qatar Tangir tog'laridan, sonsiz jilg'alardan sharqirab eqib tushib turadigan kumush suvlarning yonbag'irlarida yava olma, o'riklar qizg'uch shoxlarini ko'tarolmay tangilab turishdi. Tog'larda o'sgan hisobsiz qarg'aylar, bepoyon yayloqlardagi rang-rang ichilgan tog' gullari ko'zni qamashtirdi. Yayloq gullari shirnisiga parvona bo'lgan asal harlari maxmaldek yeyilgan cheksiz yayloq ustida g'ung'ildab uchishdi. Suv bo'ylarida eg'irligi 5-6 kilogramm keladigan sonsiz ko'k g'ozlar, sherin cho'plar orasida erkin yayrab yurishdi.
ko'k g'ozning go'shi mazalik, taylardan mamuk qilinadi. Men bu boyliqlarning hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hamma joyni aralab bildim. Shunga yayloqlari rangdor, suyi mo'l, chorvig'i boy, ochliq koni bo'lgan bizning elini ilixo deyishidi. Rostdan aytgandimi, buningdek jannat makon yer yuzida oz tebiradi. Yasin Taranning ta'sirli tasviriy bayonlaridan Lutun hayajonlanadi. Harvukashning tabiat manzarasini canlı tasvirlashlari kelgusi shoirning qalbiga cho'nqur ilhom rishtitlashtirdi. Lutun Harvukashning obrazlik so'zlaridan, ritmli o'qishlardan hayron bo'ladi. Shoir va rassom bo'lgan azmatlar, dedi yana Yasin Taran. Ili olamni bir qitim aylanib ko'rsa bo'ladi. Kun g'arbga qaytagan chog'da Harva G'o'lji shahriga, go'zal madaniyat markaziga yetib kirdi. Lutun yurak shodligini bosolmay shahar ko'chalariga hayajonlanib qaraydi. O'tishayotgan kishilarning taqir-turqiga nazar solatdi. Atrofga to'ymay qaraydi. Tarixda olmaliq nomi bilan shuhrat qozongan oltin tuproqli büyük barastan tallar va bog'u bo'stonlar bilan purkilib turgan bu go'zal shahar kishini ixtiyorsiz o'ziga jalb qiladi. Shaharning pokiz, ratlik ko'chalarida qator qad ko'targan uy imoratlarining oldi orqa hovlilaridagi olmaliq bog'chalar shaharga texmo o'zini qo'shib turadi. Har tanisi qo'sh mushtak yo'g'nab, qizirib pishgan olmalar ko'zni chaqintatdi. Kuz oylaridagi ma'murchilik faslida rangdor olmalarni tuvaklarga qachilab, ko'chalarda ko'tirishib olma setib yurgan bolalarning sho'x bangcho'nglarini oshxonalarda aytilayotgan naqsha ovozlarga jo'r bo'lib, og'ir ko'chalarga ajoyib jo'shqin hayot bag'ishlaydi. Lekin hammadan muhimi bu chog'larda bu go'zal shahar Tangtaq etikidagi boshqa har qanday shaharlarga qaraganda ilm, ma'rifat va madaniyat markazi bo'lib danq chiqqandi. Bu yerda atoqli bilim ahlilari, yozuvchilar, shoirlar, dramaturglar, mashhur muzikantlar va dangliq naqshlar faoliyat olib boradi. Millatlar klubini markaz qilib qurilgan drama umiki Uyg'ur drama teatrchiligi va sinoyi nafisa tarixining tunji asosini tiklagan edi. Mushundaq bir yangi madaniy muhit Lutunning tez yetilishi, aql idrokining kamal tepishi va yoshlik talantining bek surishiga moddiy va ma'naviy shart hozirlab qo'ygan edi. Kechpeshin mahallida Harva Harambaq ko'chasiga ayriladigan cho'ng ko'cha to'qmishiga kelib to'xtadi. Yasin Taran darhol Lutunga bishorat qilib, "Yetib keldi o'xshakichik. An av do'qmishdagi derazlari ko'cha tarafga qarab turgan uy, adangning uyi bo'ldi. Xo'sh emsa", dedi. Lutun chaqqonlik bilan so'mkasini esib, kiyim kechkini qo'ltiqlab, Harvadan sakrab tushdi-da, Harvukashga tabassum bilan qarab, "Yasin aka, yuring uyga, choy-pay ichib demingizni ilib oling", dedi. "Rahmat, ukam. Men avval saroyga boray, otlarni o'tga qo'yitib, andin kelay. Rahmat sizga, Yasin aka." Yasin Taran otlarini yana orqaga qaytirib, eli kelgan ko'cha bilan saroy tarafga yurib ketdi. Lutun Harvaga xili uzoq qarab turib, andin hadisning uyi tarafga mangdi. Ikkinchi. Lutun ko'chaning o'ng tarafini yoqlab, bir besib, ikki besib, aylanma do'qmishga yaqin birinchi nomerlik uyning oldida to'xtadi va bir oz turib oldi. Darvozaning bir qanoti yepiqliq, bir qanoti ochiq edi. Hajar buvi qorosiga kirgan to'g'larni qo'g'lab darvozani nokida ichidan ilib qo'yish uchun yugurib kelib, darvozaning sirtida turgan Lutunni ko'rdi va etilgan peti darvoza sirtiga chiqib, Lutunni quchoqlab peshonasiga suyib ketdi. Bilagidan tutib uyga boshlab kirib choy berib, uzungacha mundashdi. Hajar buvi oqsimiz, ustixonliq, arabo'y, mehmondo'st ayol bo'lib, hal o'qiti yaxshi, turmushi bayoshat edi. Derazlari ko'cha tarafga qaratilib silingan 4-5 egizliq uy, qorosida bir qancha tüp olma o'stirilgan bog'chasi bor edi. Lekin bu uyda kichik bola yo'q edi. Shunga Lutunning kelishi bu uyga xuddi baxt qushi uchib kelgandek tuyuldi-da, Hajar buvi shu topda ko'ngilda paydo bo'lgan xushalligini bosolmay qolgan edi. "Qo'yma obdan kelibsan bolam", dedi u hayajonlanib turib. "Mana qara, uyimiz keng tasha. Yetish qo'pishing, kitob o'qishing uchun bir ig'iz ozoda hujra rastlab beraman. Kiyim-kechak, haj-xarajat, yemak-ichmakdan zotli g'am qilmag'in.
Lotun Harambaqqa kelib 3-chi kuni Hajar buvi onun zirkib qilishdan ansirab, uni tatar qo'shnisining o'g'li Ribqatga tanishtirib qo'ydi. Ribqat Novigorod'dagi tatar boshlang'ich maktabining 3-chi sinf o'quvchisi bo'lib, Lotun bilan teng demaklik edi. Bir necha kun ichida bu ikki o'smirning xuluq mijozi kelishib qoldida, bir-biridan ayrilolmaydigan darajada inoq do'st bo'lishib ketishdi. Buningdan Hajar buvimi intayin xushal edi. Avgustning oxirgi haftasining bir yakshanba kunisi saharda Lotun hadisidan ruxsat so'rab, Ribqat bilan birlikda Novigorod ko'chasini ko'rish uchun mandi. Ular 3 darvozadan o'tib, Novigorod ko'chasiga yaqin borganda, bir to'p balalar garmon, skripka chalishib, oldi tarafdan chiqib kelishdi. Bu balalar daryo bo'yiga sayliga mingishgan ekan. Ularning ko'pchiligi Tatar boshlang'ich maktabida o'qiyotgan o'g'il qizlar bo'lib, Ribqatning saboqdoshlari edi. Ribqat ular bilan salomlashgandan keyin garmonchi tatar qiz chelishni to'xtatib Ribqatga "Yur sayliga" dedi. "Nega?" so'radi Ribqat. "Zayakumga, daryo bo'yiga." Ribqat ta'tilda bo'layotgan bu saylida Lotunni saboqdoshlariga tanishtirib qo'ymoqchi bo'lib, sapga qo'shilib mandi. Ratlik va büyük baraksan talliq ko'chada fuqumishliq oilalarda cho'ng bo'lgan Novigorodlik bu o'g'il qizlarning kiyinishlari pokiz, yuz ko'zlari suzuk, muomalasi xushchaqchaq edi. Ular o'zlarini g'ulji bo'yicha madaniyatlik balalar deb hisoblashadi. Ular bilan daryo bo'yiga birga hamra bo'lib ketayotgan Lotun o'zining kiyim-kechikining sal chinib qolganligini his qildi-yu, lekin bilindirmasga salatdi. Balalar Vang Chung naqshi sadolari ichida Haytuyt degicha Eli daryosi bo'yidagi mashhur sayli makoni Zayakumga yetib bordi. Balalar daryo bo'yida bo'tka qurib, hasalchilik va biliqchilik qiladigan bir siriq soqol Rusning boqqan g'azlarini, hasal sanduqini, biliq turlarini ko'rishdi. Bir ozdan keyin biliqchi torlarini ko'tarib daryo bo'yiga mandi. Balalarmi o'rniga agishib birga bordi. Biliqchi birer soat o'tar o'tmasdan ikki cho'ng sevat biliq suzib oldi. Biliqchi suzishni to'xtatgandan keyin balalar Zayakumdagi chimanlik ustiga kelib, soz muzika bilan yer aytishga kirishib ketdi. Lotun yashangan biliqchiga yordamlashib, biliq qachlangan sevatlarni vodka yiniga apirishib berdi. U mushu asnoda Eli daryo sohillarini, bu azim daryo suyining haybatli ko'rinishlarini xili uzun kuzatdi. Lotunning daryoga nazar tashlab turayotganidan foydalanib, skripkachi bola shanxu qilib Ribqatga "Avu sahrolikni nerdan tepib olding?" dedi. "Og'zingni yum", dedi Ribqat skripkachiga. "Bu so'zingga keyin o'zing xijil bo'lib, bosh ko'tara olmay qolasan. U cho'qim bizning sinfda o'qiydi. U she'r yoza oladi ekan, rasm chiza oladi ekan, nurg'un narsalarni bildi ekan. Sen uni kamsituvchi bo'lma." Skripkachi bola daryo bo'yidan qaytib kelayotgan Lotunga bir qarab orqadan Ribqatga javoban "Mundaq degina texi" dedi. "Ha, shundaq. Keyin noma'qul bo'lib qolsan, shunga g'it qisib ol." Lotun uninggachilik balalarning qishiga yetib keldi. Ribqat yelala skripkachi bolaga degan so'zini isbotlash uchun yanchuqidan bir parcha oq qog'oz va qarindoshni chiqarib, Lotunning quliqiga asta pishirdi va qog'oz qalamni uning qo'liga tutqizib qo'yib, ko'pchilik oldida o'yin numeri e'lon qildi. "Hozir hammamiz soz chilib, naqsh aytamiz. Yangi do'stimiz Lotun bizning rasmimizni va daryo bo'yi manzarasini sizib chiqadi. Qani hammamiz ratlik tizlaylik." Garmonchi qiz bilan skripkachi bola o'ttirida turib, chilishqa boshladi. 10 necha o'g'il qiz o'quvchilar sho'xliq bilan naqsh aytib, sozga hamjo'r bo'ldi. Zayakum saylisi o'tdek qizib ketdi. Lotun ulardan 5 qadamcha narida balalarga yuzlanib o'ltirib, ularni sizishga boshladi. U oldi bilan garmonchi qiz bilan skripkachi bolani muhim nuqta qilib tanlab, tatar qizning salqin, mayin shamolda yarqinib turgan oltindek qizg'uch mang'lay chechini, havaran ko'zini, qon yugurib turadigan oq yumaloq yuzini, garmon besib turgan inchika avrishim barmoqlarini, yaqsi kashlangan qisqa yangli kopta va tizini salliq besib turgan gullik yo'pkasini chiroyli va aniq sizib chiqdi. Boshqa balalarni muvofiq o'ringa qo'yib sizdi. Tabiat manzarasiga u eng yiroq janubda so'z ko'rinib turadigan Kongus teg'i bilan sharqiy shimol tarafdagi Abral teg'ini va ulardan yiroqdagi egiz qarliq cho'qilardi.
Ili daryosiga qo'shiladigan Shavqunliq Qosh daryosi bilan Kunas, Tekes daryolarining yo'lini oxirida haybatlik qarindosh bilan qora sizib olib, orqadan o'zining yanchuqidan ajratmay billa elib yuradigan qizil ko'kish rangli qarindoshi bilan rasmga munosib rang berdi. Mana, dedi u, sazning to'xtashi bilan tang o'rnidan dast turib rasmni Rifqatga sundi. Balalar ko'rdab rasmni ko'rishga boshladi. Kelishibdi, usta ekan. Qizlar churuqlashib, orqa-orqadan Lotunni maqtashdi. Skripkachi balamo skripka o'ynayotgan qiyofatining qamlashtirilganiga rozi bo'ldi. Lekin boshqa bir o'g'il bola Lotunning qishiga kelib, qo'lingdan xira ish keldikan, sahroliq adash, dedi. Masxara talaffuzi bilan shanxu qilib. Shanxuchining so'zi eg'izdan andila chiqishiga garmonchi qiz uni jimlab qo'ydi. Lotunmu bo'sh kelmadi. U tamkin talaffuz bilan shanxuchi bolaga: Ili daryosi tog' sahrolaridan eqib kelgan. Ili daryosi bo'yidagi madaniyatning qon tomiri ana shu siz degan sahroda. Siz bizning bovularimizmi sahroda hayot boshlagan. Mana qarang, mening sizib chiqqan rasmimga, deb javob berdi. Lotun o'zi sizib chiqqan rasmning tabiat manzarasini, Ili daryosining bosh tarmoqlarini tunishtirishga boshladi. Shanxu qilgan bola villada qizirib g'ippida bolalarni keyniga o'tib oldi. U G'uljining Novigorod ko'chasida o'ltirishliq, halliq oilada tug'ilib cho'ng bo'lgani uchunmi intayin hakavir edi. Kichkidan munozirdan bosh tortmaydigan Lotun bu munozirda o'tib chiqishga qaror qildi-da, ochiq ta'ni bilan: Novigorodning osti usti taxtayliq uylarining yog'och taxtaylari Kunas, Tekes tog'laridan kelgan. Sizlar yeydigan shirin hasanlarmi yezi sahrolardan kelgan. Yeydigan go'shtlaringlar yayloqdagi qo'ylarimiz, ko'k g'ozlarimizdan kelgan. Mamuq yostiqlaringlar g'ozlarimizning mamuq paylaridan kelgan. Sarji kiyiminglar qo'yinglarimizdan, oppoq unlaringlar binamlarimizdan, ichayotgan qaymoq sutlaringlar bizning siyirlarimizdan, deb raddiya berishga boshladi. Lotunning ig'izdan tasvidek tizib chiqayotgan so'zlarni anglayotgan madaniyatlik o'g'il qizlar ko'zlarini Lotundan uzishmay qarab qilishdi. Shanxuchi bola pushaymon qilib, beshini ko'tarolmay qolgan edi. Garmonchi tatar qiz Lotunning cho'nqur fikriga, zehn farosatiga va munozara qobiliyatiga havasi kelib, yuragida o't yonib ketdi. Lotunning so'zi oyoqlashganda bolalarning hammasi uni o'rvilishdi-da, chavak chilishib, uning so'zini tasdiqlashdi. Oxirida garmonchi qiz: "Siz bizning maktabga kirib o'qishni xohlamsiz?" dedi. "Albatta xohlayman", dedi Lotun qizg'in javob qaytarib. "Men sahrodan bilim olishga, madaniyat o'rganishga keldim." Bolalarning hammasi xushal bo'lishib, "Qarshi olamiz", deb unlik vaqirishib ketdi va uzun o'tmay saylini oyoqlashtirib uylariga qaytishdi. 3. Oradan 3 kun o'tgan edi. Lotun taqozolik bilan kutgan 1-sentabr yetib keldi. Hajar buvi uni yangi kiyim-kechak bilan kiyindirdi. Saharda sutlab choy berdi. Lotun uydan kelgan uzun bog'liq qadina sumkasiga daftar qalamlarni qachilab tayyorlanib turadi. Lotun darvozaning sirtidan Rifqatning qichqirgan ovozi anglandi. U sumkasini bo'yniga tizla esib, darvoza sirtiga xuddi parvondek o'zini otdi-da, Rifqat bilan billa xushal holda Novigorodga qarab ketdi. Uning xushalliqi ichiga patmaydi. Ratlik ko'chalar sharqdan yengila ko'tarilgan qizil quyoshning oltin nuriga cho'milgan edi. Ikki do'st qizg'in parang bilan Novigoroddagi tatar boshlang'ich maktabiga yetib kelganligini bilmay qolishdi. Lotun maktab darvozasi oldida saqlab turgan bir qizning yiqimliq ovozi birdilla Lotunning diqqatini tortdi. Lotun darhol qizga qaradi. U buningdan 3 kun burun Ili daryosi bo'yida saylida billa bo'lgan garmonchi qiz Shavqiya edi. Uning otasi Novigorodda nopozliq, ma'rifatparvar kishi bo'lib, jamoat bu kishini G'aynulla Avzi deb hurmat qilishadi. Uning kangtasha uylari, xususiy kutubxonasi bor edi. G'aynulla Avzining orzuliq 2 qizi bo'lib, cho'ng qizi Marfuga mushu tatar maktabining muallimasi edi. Shavqiya hadisiga Lotunni sirtidan tunishtirib, o'zi o'qitgan sinfga ilishni tavsiya qilib, Marfuganing ma'qulligidan o'tkazib bo'lgan edi. Marfuga bo'lsa 3-sinfning mas'uli va til o'qituvchisi bo'lib, Shavqiyami mushu sinfda edi. "Yuring, bir partada o'tirib o'qiymiz." Shavqiya darhol Lotunning oldiga yugurib kelib,
Onun qo'liga esilgan peti 3-chi sinfga boshlab kirdi. Rifqatmi Lotun bilan bir partada o'ltirish tamasida bo'lgan edi. Lekin Shavqiya chaqqon kelib uni tartib oldi. Rifqat villarda qizirib ortiqcha gap qilolmay qoldi. Uzun o'tmay 1-soatlik darsga zil chilindi va sinfga muallima Marfuga kirib keldi. Marfuga oq yuz, siriq choch, g'uncha bo'y, kashlangan oq ko'psi ustiga paxtak tuki rangida ayolcha kostyum va ko'pga kiyib olgan ochiq chiroy xonim edi. U chaqqonlik bilan dars munbariga chiqib, o'quvchilarning o'rnidan turib, uningga bergan ehtiromiga javoban hurmat bildirib bo'lgandan keyin qo'lidagi tizimlik daftarini ochdi. Arqadan singlisi Shavqiya bilan bir partada o'ltirgan yangi o'quvchi Lotunga nazar tashladi-da, Lotunning ism familiyasini tizimlash uchun uningdan "Ismingiz nima?" deb so'radi. Lotun o'rnidan dast turib, "Lutfulla" deb javob berdi. "Familiyangiz-chu?" "Taranchi." O'quvchilar Lotunning javobini anglabla faraqata kulishib ketdi. Muallima o'zini besib kulmasga urinib ko'rsimi, lekin bu qiziqarli javob uni ixtiyorsiz kuldirib etdi. Birozdan keyin u tasdiqda o'zini to'xtatib, "Yo'q, bovingizni so'rayapman" deb qayta so'radi. "Aqsu Uchturpandan chiqqan isyonchi." Lotunning keyingi javobidan sinfda yana kulki sadolari yangrab ketdi. Lotun bo'lsa g'amida yo'q, muallimaning ko'ziga tikilib qarab turardi. U Yasin Taran va Momsi so'zlab bergan hikoyalarni esida chin tutib olgani uchun o'z javobining to'g'riligiga ishonib, sinfda paydo bo'lgan kulkiga pisand qilmay tik turardi. Oxiri muallima o'z savoli bilan Lotunning javobi o'ttirsida uqishmaslik bo'lganligini his qildi-da, texmi aniqroq qilib, "Otangizning ismi nima?" deb so'radi. "Yezim." "Uning otasining ismi nima?" "Mutallib." Muallima tizim daftariga Lutfulla Mutallib deb yozdi. Arqadan yeshini so'rab kutib oldi. Shu soatdan e'tiboran Lotun nomli erklatma ismning o'rniga Lutfulla Mutallib degan ism maktab bolalari orasida rasmiy o'zishib ketdi. Lutfulla uzun o'tmayla sinfda eng faoliyatchan va iqtidorli o'quvchi bo'lib tanilib, o'qituvchi va saboqdoshlarining diqqatini va hurmatini qo'zg'adi. Uning til, rasm va boshqa jihatdagi talanti boshqa o'quvchilardan alohida farqlanib turardi. Shavqiya uni uyiga boshlab berib, dadasi G'aynulla Avziga tanishtirib qo'ygan kundan boshlab, u bilimlik G'aynulla Avzidan turli savodlarga ega bo'lib turardi. Shunga u maktab maydonlarida saboqdoshlarini atrofiga to'plab olib, pat-patla umumiy savoddan leksiya so'zlaydi. Saboqdoshlari uning so'zini, qiziq hikoyalarini, olimlarning tarjimali to'g'risidagi tanishtirishlarini berilib anglab hayron bo'lishadi. Keyingi o'qish mavsumidagi bir qitimliq til darsida muallim Marfuga do'stiga tatar shoiri Abdulla To'qayning tuvandagi she'rini yozib, bolalarga tahlil qildirdi. Tug'an til. Ey tug'an til, ey motor til, ota-onamning tili. Dunyoda ko'p narsa bildim sen tug'an til orqali. Eng elik bu til bilan onam beshimda kuyligan. An tari tunlar bo'yi otam hikmat so'yligan. Ey tug'an til har vaqt yordaming birlasining, kichikimdan ashlashligan shodliqim qayg'um mening. O'qituvchi do'stga bu she'rni avval o'quvchilarga yozdirdi, keyin har bir bolaga deklamatsiya qildirdi. Orqadan she'rni yodga o'qib, tahlil yurgizish uchun bir oz vaqt berdi. Vaqt to'shgan hamon o'qituvchi dars munverida turib, "Qani, kim yodga o'qib tahlil yurgizalaydi?" deb so'radi. O'quvchilar un-tinsiz jim bo'lib ketishdi. O'qituvchi yana so'radi. Hech kim sado chiqarmadi. O'qituvchi 3-chi qitim takrorladi. Lutfulla dars o'rnidan turib, she'rni jaranglik yodga o'qidi. Sinfning ichiga jon kirgandek zilzila paydo bo'ldi. Lutfulla orqadan misra tahlil yurgizdi. U atalg'u ustida emas, she'rning jon tomirini tutib, ona tilining ulug'ligini madiladi. Uning jaranglik va ma'niga boy so'zlari o'qituvchini va barliq saboqdoshlarini hayron qoldirdi. "Yaraysiz Lutfulla Mutallib", dedi muallima Marfuga. "Sizning tahlilingiz to'liq bo'ldi. Mening qo'shimcha qilishimga hojat qolmadi." Bayatın beri demi ichiga tushib ketib, beshini parta ostidan ko'tarolmay, o'qituvchining savol so'rab qilishidan yuragi pukuldab turgan yilqi shanxo'chi bola saboqdoshi Lutfulla Mutallibning uzun tahlil yurgizib, soatni to'shqizayotganidan mamnun bo'ldi-da, ichida sahrolikning qo'lidan ish keladiganligiga tan berdi. 4. G'aynulla Avzining yordami va dalolati bilan
1936 yil kuzda Lutfulla bilan Shavqiya Rus gimnaziyasiga kirib o'qidi. Bu maktabda u rus tili orqali dunyo adabiyatidan bilim olishga muvaffaq bo'ldi. Qarori 3 yillik bu maktabda u hamisha a'lo natija bilan mangdi. Rus gimnaziyasi Lutfullaning nazar doirasini ko'p darajada kengaytdi. Bilimi cho'nqurlashdi. Elimizning atoqli yozuvchisi Lushin asarlari bilan u mushu maktabda ruscha kitoblar orqali tanishdi. Lushinning danglik asari Akio'ning haqiqiy tarjimali bilan birinchi qitim ko'rishgan Uyg'ur shoiri dal Lutfulla edi. U Lushinning isyonkor, qaysar irodalik ruhidan cho'nqur ilhom olgan edi. U yana adabiyot o'qituvchisi Griyazovning tanishtirishi orqali romantik shoir Bayron bilan hamda Belnitskiyning Google'ga yozgan mashhur xati bilanmi cho'nqur tanishdi. Mayakovskiyning inqilobiy she'r uslubi uningga o'rnaklik rol o'ynadi. Lekin u Yevropacha maktabda o'qiganligi bilan o'z xalqini tashlab etmadi. U o'z xalqidan, o'z ona tilidan bir minutmi ayrilmadi. Gimnaziyada o'qiyotgan chig'idan boshlabla uning ko'p taraflamlik talanti qo'raklab ichilib, ijtimoiy turmushda ro'shan namoyon bo'lgan edi. Shavqiya uningdan she'r yozishni, rasm chizishni o'rganadi. Lutfulla bo'lsa Shavqiyadan garmon va mandolin chalishni o'rgandi. 2 yoshning havsi va nazar doirasi bargan sari jamiyatga tortilgan chog'da Shavqiya yana uningga ko'riklik rol o'ynadi. 1938 yil 1-oyning oxirgi shanba kuni lapildab qora tushib turadi. Kechqurun darsdan qaytgan mahalda Shavqiya harambaqa ketmak bo'lib turgan Lutfullaning oldida to'sib, "Bugun biznikiga boramiz" dedi. "Yo'q, bugun hadamnikiga boray" dedi Lutfulla. "Yo'q, dadam alohida topshirgan edi." "Qandoq? Bugun zarur ish bormikin-a?" "Ha, aytinga nima ish? Bir shoir kelib siz bilan ko'rishdi ekan." Lutfulla endi tartishib turmay Shavqiya bilan billa qizg'in paranglashib G'aynulla Avzinikiga qarab mandi. Lutfulla uyning mehmonxonasiga kirganda G'aynulla Avzi bilan bir kishi paranglashib o'tiribdi. Bu kishi shoir Anvar Nasiri ekan. G'aynulla Avzi ikkalani tanishtirdi. Bugun ular tun nisbigacha uzun paranglashdi. Ular xalq ig'iz adabiyotidan tortib, she'rning har xil shakllarigacha, Jungo adabiyotidan toki dunyo adabiyotigacha, Lushinning Akiyosidan Bayrongacha har xil temalarda ilmiy suhbat ilib bordi. Lutfullaning fikr mantiqisi, o'tkir zehniy iqtidori, ko'p taraflimlik savati Anvar Nasirining qalbida cho'nqur ta'sir qoldirdi. Bu suhbat Lutfullaning ijtimoiy sahnaga chiqishiga asos soldi. Chunki Anvar Nasiri Ili gazetining mas'ul muharriri va Millatlar klubining mas'ullaridan biri edi. Bu ikki joy Lutfullaning bulbul bo'lib sayrashiga, parvoz qilib uchishiga imkon yaratib beradigan bog'cha maydoni edi. Amaliyotda shundoq bo'ldi. Ertasidan boshlab u darsdan bo'shagan hamon Millatlar klubiga berib, kechalab girim qilish, dekoratsiya chizish, musiqa o'rganish, g'ayrat-sanam dostonlarini, naqsha g'azallarni o'rganish faoliyatiga qizg'in kirishib ketdi. Uzunga qolmayla Li Mutallib imzosi bilan yozilgan she'rlar keng omma ichida dong chiqarishga boshladi. Gimnaziya o'quvchilari bo'lsa uning bilan faxrlanadi. Uning har bir asri Ili gazetiga besilgan hamon saboqdoshlari uni maktab maydonida, Novigorodning ko'chalarida qorshilib maqtashadi. Shunda qilib, Novigorodning boyvachilari, shanxo'chilari uni burun sahrolik deb qo'yganiga xijil bo'lishib, uning oldida til yog'limchilik qilish usuliga o'tdi. Sizning ko'klam ishqi degan she'ringiz ajab yaxshi yozilgan. Sizning Millatlar klubi oldiga sizgan g'arib sanam rasmi zabmo obrazliq bo'lgan. Sizning ikki xalq qo'shiqi to'g'risida degan tahlil maqolangiz nima degan cho'nqur-a? Siz mangmo she'r yozishni o'rgatib qo'ysangiz, siz bizning madaniy ko'chimizning cho'lpini, bizning Novigoroddan chiqqan bulbul. Bu madiyalarning ba'zisining tigiga ichi qarilik, hasadxo'rlik, fitna angiz yo'shiringanligi uzun o'tmayla sizlib qoldi. 8 mart kuni Lutfulla o'zining saboqdoshi Shavqiyaning bayramini tabriklash uchun tushga yaqin uning uyiga qarab mandi. Shavqiya bo'lsa dokladdan qaytib uyga kelayotgan paytda ular yo'l ustida uchrashib qoldi. Lutfulla tabassum bilan Shavqiyaga "Bayramingizni qizg'in tabriklayman" dedi. "Ko'chada qup-quruqlar tabriklagingiz hisob emas." Shavqiya chaqchaq aralashtirib Lutfullani erta so'zga salmoqchi bo'ldi. "Amsa
bir jup patnusda qizli gul ko'tarib kelamdiman. Bo'ladi, lekin gulingizning yanida o'sgan tikan yantoqlarni chatib o'tib keling. Shavqiy bugun beshiga zar tutgan tatarcha to'butay, kuchisiga havarang kamzul, putiga qisqa qo'nchuluq siriq to'play kiygan. Altındek parqirab turadigan ikki o'rma chechiga qizil lenta bog'lab olgan edi. Uning Lutfullaga degan hiliqi gapining tagida gap bor edi. U bu gapni qilganda chiroyida g'azablik o'ngish paydo bo'lganligini his qilgan Lutfulla uningga savol qo'yib, "Mening sizni tabriklab ko'tarib keladigan qizil gulimning tikini bo'lishi mumkinmi?" dedi. "Qizil gulning tikini bo'ldiganligiga ishonmamsiz? Bu menga yangi va sirliq tepishmoq. Tepishmoqning sirini men yeshib beraman. Bugun sizni kashlik vechirkaga taklif qilaman. Vaqtida kelib bering." Novgorодlik bir o'chim ko'ran boyvachilar Lutfullaning kundan kunga yuz tepayotganligini ichi qoraliq bilan ko'rolmaydi. Lutfulla bilan Shavqiya o'rtasidagi ilmiy do'stlikqa astirdan buzg'unchilik qilishga urinadi. Ha desila ularga tuhmat chaplab maktab doiralariga chiqish turadi. Bumu ishqa oshmaganda ichi yomon biri Lutfulla ustidan siyosiy ziyonkashlik qilish yo'liga yuzlangan edi. U Lutfullaning ikki xalq qo'shiqi to'g'risida sarlaviylik ilmiy maqolasini olti siyosatga qarshi degan fitna fasodni to'qib chiqarishdanmi bosh tortmadi. Lekin u savoqdoshlar ichida Yantaqub degan nom ilib bosh ko'tarolmas bo'lib qolgan edi. Yantaqub keyin ochiqqa paylamay ichimlikka beriladigan bo'ldi. 7-mart oqshimi ayollar bayrami harfisida u uchisiga temir ko'k rangli kostyum burulka kiyib, bo'yniga to'xun galstuk taqib, yanchuqiga bir botlika jun silib, kayf holda Shavqiyaning ishki oldiga keldida tik turishga madori yo'q, taytanlagan piti ishik oldidagi suvadan tirak tuviga dumlam tushib, uzungacha o'rnidan turolmadi. Kunning nuri tegmay, yiligacha erib bo'lolmagan daraxt tuvidagi uyul muzliqqa qattiq urilib, inchika qovurg'isi egilib ketgan Yantaqub og'riqiga bardosh berolmay qoldi. U tishini tishlab turib, daraxtga yo'linib qopib, ketishga urinsimi qopolmadi. U nomus bilan og'riq dastidan qattiq azoblanadi va ko'k muz ustida do'milinib ixtiyorsiz ingraydi. Yantaqubning qizlarning vechirkasiga qatnashishga ulgurtib, alohida bo'rtib tayyorlagan bu va bugunla kiyishga boshlagan kostyum burilkisi layga milinib kardan chiqib ketdi. Yo'ldan o'tishayotgan yosh yursan balalar bu sa'chilikni ko'rib, o'lmakning ustiga tepmak qilishadi-da, biri isqirtib mazoq qilsa, ikkinchi biri "Voy bechora Yantaqub" deb unlik vaqiraydi. Rasvochilik birdamdala Novgorod ichiga purib ketdi. 5-6 bala Yantaqubni ko'tarib, bir qo'l harvasiga besib, udul doktorxonaga topshirib berdi. 8-mart kuni Yantaqub balnisda yotadi. Onunga kelgan kelishmaslikni Lutfulla bugun Shavqiyadan angladi. Bugun oqshomlik vechirka Yantaqub to'g'risidagi shanxo bilan intayin qizib ketdi. Yantaqub shanxosi keyingi kunlardami o'g'il qizlar o'tirishidagi qiziqchilik temalardan biri bo'lib qolgan edi. Bugungi vechirkadan foydalanib, Lutfulla kutubxonasida yolg'iz o'tirib kitob o'qiyotgan G'aynulla Avzi bilan ko'rishish fursatini qo'ldan bermadi. G'aynulla Avzi maqsadlik saqlab qo'ygan ilik gazetini darhol Lutfullaga ko'rsatib turib, "Bu maqolani siz yozdingizmi?" deb so'radi. "Anvar Nasirning yordami bilan siz bu yil necha kirdingiz?" "Salkam 16 yoshga." "Bu ilhomni nereden aldingiz?" deb so'radi G'aynulla Avzi kulib turib. "Xalqdan, xalq naqshisidan, Ro'za akam tamburchining og'zidan, Anvar akaning uyida 2 qatim anglagan tamburning sadosidan." "Barakalloh", dedi G'aynulla Avzi. "Ikki xalq qo'shiqi to'g'risida qilingan bu tahlil intayin joyida. 16 yoshda turib mushundaq cho'qqiga berib yetganligingiz menga intayin cho'nqur ta'sir qildi. Ili Daryo vodisidan cho'qim yana olim Sakkaki va Molla Bilal Nozimning varislari yetishib chiqadiganiga ishonchim komil bo'ldi." 1939-yili Lutfullaning gimnaziyadagi o'quvchilik hayotining oxirgi bir yili edi. Birinchi ayning qahriton sovuq kunlarining birida uning bir to'p saboqdoshlari uni maktabning tanrakat maydonida oraga elib olib, uning bilan qizg'in munozara edib bordi. Lutfulla saboqdoshlarining savollariga qiziq javob berib, ularni kuldiradi. U bugun qo'lga bir jup konki ilib olgan, beshiga mosh rangli uchquchi quloqchisi, uchisiga uchquchi kiyimi kiygan bo'lib, saboqdoshlarining qoq o'rtasida turib to'xtamay so'zlaydi.
Azbirayı xuda, "Voy, nima qilib yursiz?" Topning ichiga yengila kelib qo'shilgan Shavqiya dastlab Lutfullaning kimligini farq etolmadi. Keyin Lutfulla ekanligini tanib, hayron bo'lib so'radi. "Men hozir uchiqchiman, uchib keldim, yana uchaman", dedi Lutfulla kulib turib. Savoqdoshlar uning javobini anglab faraqqa kulishib ketishdi. "Rostdan uchiqchilar maktabi yezildingizmi?" "Rostilla", dedi u yanada turib savol so'ragan o'g'il savoqdoshiga. "Yolg'on, yolg'on", balalar tanlab cho'qirashdi. "Sizlar texi uyqudimi?" dedi Lutfulla. "Men allaqachon qirg'uvchi aeroplanning uchquchisiman. Men amaliy jang maydoniga berib, yapon bosqinchilariga qarshi so'qishga qatnashdim. Oldingi safda hozir kurash qizimoqda. Men yana pat yaqinda bu muqaddas jangga otlanaman." O'quvchilar qiya-chiya ko'tarib kulishib, maydonni bir oldi. Oradan bir o'quvchi unlik ovozda "Lutfulla tushuni so'zlayotidi" deb baqirdi. "Yo'q, do'stim, aldirab ketma. Bu hargiz lap gap emas. Bu mendagi romantik xiyolmi emas. Men qalammu, alammu tutalayman. So'z mamadonlari haqiqiy hisoblanmaydi. Men yaqinda Jahongirlikka qarshi birlik saf a'zosi tarixchi Abdulla Davudning shoirimiz Anvar akaga yozgan bir parcha xatini ko'rib qoldim. U xatida yapon fashistlarining dafsanda qilishiga uchrayotgan mahkumlarga yordam qo'lini sungan kishi haqiqiy adolatparvar bo'la oladi deb to'g'ri aytgan. Hozir fashistlarning zambiraklari elimiz yeza shaharlarini bombardimon qilmoqda. Begunoh xalqni qirmoqda. Xuanxi, Changjiang daryolarida qonlar oqmoqda. Shuning uchun fashizmga qarshi kurashga otlanish hammamizning bosh tortib bo'lmaydigan muqaddas burchi. Lutfulla bugun o'quvchilarga vatanparvarlik nutqi so'zlab, savoqdoshlarini cho'ng kurashga safarbar qildi. U bu xil safarbarlikni ko'cha tashviqotlaridami nurg'un qitim ilib bordi. Quchquchilar yetishtirish maktabi uning yeshini kichik ko'rib, uni maktabga qabul qilmagan bo'lsa-mu, hozir kiyib olgan bir yurish kiyimini quchquchilar maktabi uningga hadiya qilib bergan edi. Urush portlash bilan tang u qalam qurolini ishlatib, fashizmga qarshi nurg'un hajviy rasmlarni chizib tarqatdi. Nurg'un jangovar she'rlarni e'lon qildi. Boshqalar bilan birlikda uchrashganda nomli drama yozib chiqdi. Yapon bosqinchilariga qarshi yozilgan uning bu tunji dramasi Xinjiangning ko'p joylarida o'ynaldi. U bo'libmi she'riyat sahnasida ko'p ijodiyat yaratdi. Ili gazetida kun aralab degidek uning she'rlari besilib turdi. Lutfulla turli temalarda ijod qilgan asarlarini Anvar Nasirining tahrirligidan o'tkazib, Nabur sixiga o'z qo'li bilan ilib baratdi. Nabur ishchilari uni pat-pat ko'rib turmasa, ko'ngli unmaydi. Lutfulla siqqa kirgan hamon kulga chaqchaq qizib ketadi. May oyining o'rtalarida Lutfulla tahrirlikdan chiqqan bir qancha she'rni ko'tarib olib, intayin xushal kayfiyatda Nabur sixiga kirib keldi. O siqqa kirish bilan tang tuvandagi bir kuplet qo'shoqni unlik o'qidi. "Do'stlar, bo'linglar tiz-tiz, tog'dek dova she'rimiz, yalqinlaydi vatanga o'tdek bizning mehrimiz." Qo'shoqni anglagan hamon butun ishchilar qaqoqlab kulib ketishdi. Rost degandek, bugun u six ichiga ko'klam ishqi, chiman, cho'ng kurash qo'ynida mavzuliq she'rlarni tizdirishga akelgan edi. 2. bob tugadi.